erim yaxshi odam emas edi bo'ladigan gap. 1 yil oldin o'ldi, xudoga shukr. Mol-mulkini menga tashladi. Baxt-ku, lekin baxtsizman, ahmoqsiz. 17 yil birga yashadim. Endi opa yaxshi erkak xotinini oldin ketadi-da. Men xotinini oldin o'ladigan erkaklarni juda hurmat qilaman. Keyin boyligini sizga tashagan juda aqlli bir qaror, chunki 17 yil ichida orttirgan boyligida to'laqonli haqqingiz bor. Nimaga o'zingizni baxtsiz his qilyapsiz? Chunki endi sizni urib tepadigan, xiyonat qilib kuydiradigan, pasiyanni kamsitadigan, depressiyaga soladigan odam yo'q. O'shaning uchun endi siqilyapsiz. Chunki juda svobodniy bo'lib qoldingiz. Endi bitta yo'lingiz bor, ko'rdim, ikkita o'g'lingiz bor ekan. Ular uylantirasiz, kelin olasiz. Kelinga kun bermay boshlaysizda. Qarabsizki, oldingi holatga tushasiz. Har kun depressiya, urush, janjal, siz boy xotinsiz, takoy yana o'zingizni baxtli his qilib boshlaysiz. Bolalaringiz ham gapingizdan, so'zingizdan chiqishmaydi, chunki sizda shuncha boylik bor. Eringiz juda bir aqlli odam bo'lgan, yomon odam demang, eng to'g'ri qarorni qilgan. Yaxshi erkak xotinidan oldin ketadi. Harakat qilinglar erkaklar.